Yurttaşlar yangi qonun, yangi qaror gücə yurtdi. Xudo xolasa sizlərə batafsil Sanjaram tushuntirib o'tib ketadi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11-sonli qarori, ya'ni 20-yanvar 2026-yilda 11-sonli qaror kuchga kirdi. 1-fevraldan kuchga kirdi. Bunda bizani texnik ko'rikimizda taalluqli joylari transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish davriyligi. Bu yerda 4 ta banddan iborat. Bular A, B, V bandlari, G va D bandlaridan iborat. Bu yerda taksilar, ya'ni tijorat asosida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mashinalar, yengil avtomobillar, trolleybus, tramvay, trolleybuslar, avtobuslar hamda mikroavtobuslar, yirik gabaritli yuk tashuvchi transport vositalari 1 yilda 2 marta texnik ko'rikdan o'tkazish belgilangan. Ishlab chiqarilganiga 6 va undan ko'p bo'lmagan yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan, barcha toifadagi jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M2, M3, N va A toifadagi transport vositalari, yuqoridagi A bandda ko'rsatilgan transport vositalaridan tashqari barchasi har 2 yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tadi, 6 yilgacha. Va 3-band ishlab chiqarilganiga 6 yildan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarga tegishli barcha toifadagi hamda jismoniy shaxslarga tegishli M2, M3, N va O toifadagi transport vositalari va yuqoridagi A bandga kirmaydigan transport vositalari, shuningdek ishlab chiqarilganiga 15 yil va undan ortiq bo'lgan jismoniy shaxslarga tegishli M1 va L toifadagi transport vositalari 1 yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tkazish belgilangan. Eng muhim jihati yana bir marta tirkamalarni ko'pchilik so'raydi. Tirkamalar, ya'ni pritsep, o'zlarimiz tilda aytganda pritseplarni ko'pchilik so'raydi. Pritseplar mashin bilan bir xil vaqtda o'tadi. Mashin 6 oydan o'tsa 6 oydan, 1 yilda o'tsa 1 yilda, 2 yilda o'tsa 2 yilda o'tadi. Uchinchi eng asosiy bandi ko'pchilikni o'ylantirib yurgan, ko'pchilikka savol tug'dirib yurgan gaz bilan jihozlangan avtotransport vositalari endi qonun bilan tasdiqlanib, qonun bilan kuchga kirdi. Gaz o'rnatilgan avtotransport vositalari ishlab chiqarilgan yilidan qat'iy nazar 10 yilgacha bo'lgan muddatda har 3 yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tadi. Ya'ni bu degani gaz o'rnatilgan mashinalar Jahongir har 3 yilda bir marta texnik ko'rikdan o'tadi. Avval ro'yxatda 2030-yilga deng, 2035-yilga deng menda o'tmaysan deb qo'yibdi, ixtiyoriy edi. Bu narsa yetmaydi. Gaz bilan jihozlangan mashina bo'ldimi, gaz ispaniyasi bilan bir vaqtda texnik ko'rikdan o'tishi belgilab qo'yildi. Shunda bu qaror 2026-yilning 1-fevraldan boshlab kuchga kirgan, to'g'rimi? 1-fevraldan boshlab kuchga kirdi. 1-fevraldan. Xuddi shunday tartibda. Endi 10 yilgacha bo'lgan transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish ixtiyoriy degan punkt ham bor. Bu qaror qaysi narlarga kiradi? Zavodskoy benzinda turgan mashinalar bo'ladi-ku, gaz qo'yilmagan mashinalar, benzinda yurgan mashinalar bo'lsa, 10 yildan ixtiyoriy tartibda texnik ko'rikdan o'tkazadi. Xohlasa o'tkazadi, xohlamasa o'tkazmaydi. Bu ham birinchi A banddagi belgilangan transport vositalaridan tashqari. Agar benzinda yurib taksichilik etaman desa, kichkina mashinalar обязательный texnik ko'rikdan o'tishiga majbur. 1 yilda 2 marta. Xo'p, aziz yurtdoshlar, qarorni eshitdingizlar. Nasib etsa, biz hozir Ellikqal'a tumanidagi texnik ko'rik markazindamiz. Buni hamma bilishi kerak. Shofyorlarga tashab qo'yasizlar, xudo xolasa kelaverasizlar.